Selam dostlar, benim ismim Feride. Hem bugün biz sizinle bilen İngiliz dilinde kiyimler turunda söz alıp barırız. Rahim etip dinlağız. Tiyme bilen koptırıla turgan kulmekler İngiliz dilinde dress shorts yaise button up shorts deb atalar. Eydəgiz üskü ilişinden başlayık. Kulmeknin yokası collar bulan. Eğer de bizge kulmeknin yokasını ko'tarishga kerak bo'lsa, pop degan fiilni kullanamiz. Mesela pop your collar, yoqangni ko'tar. Qaysi bir kulmakda kissa bo'lirga mumkin. İngilizce kissa pocket bulan. İngiliz tilinde jinlar sleeves deb tarjima etiladi. Jinlarni sizg'anganda yaisa ko'targanda roll up, tushirganda roll down deymiz. Mesela roll up your sleeves, jinlaringni ko'tar. Roll down your sleeves, jinlaringni tushir. Kulmakning manjeti İngilizce cuffs bulan. Tiymelari buttons. Hem tiymelar bilan birga qo'llanilgan maxsus fiillar da bor. Aydagiz ularni qarab o'tdik. Biror kishining tiymasi qoptirilmagan bo'lsa, u vaqtda siz shulay aytirga mumkinsiz. Masalan, your shirt is undone yaisa your button is undone. Ya'ni sening tiymang yaisa kulmaging qoptirilmagan. Kishiga tiymani qoptirishga deb kengash bersangiz, u vaqtda button up your shirt yaisa do up your shirt deb ayta olasiz. Tiymelarni qoptirma deganda unbutton your shirt yaisa undo your shirt. Fiillarning ikki variantida durust bo'lib sanaladi, shunga ko'rikmisha qo'llanishga mumkinsiz. Do'stlar, shuni bilan dars tamom. Agar sizga video yoqsa, like'lar qo'yishni unutmag'iz. Ham mening sahifamga yozilasiz. Birga bo'ling, birdan bo'ling. Kelasi uchrashuvlarga qadar